Assalomu alaykum hurmatli omonatdorlarim. Bugungi videomiz sil tosh kasalligining oldini olish, ya'ni ilmiy asoslangan profilaktika chora-tadbirlarga bag'ishlanadi. Sababi sil tosh kasalligi bilan og'rigan bemorlarimizning 50% dan ko'pi 5 yil ichida qayta sil tosh kasalligi bilan og'riydi. Bu juda katta ko'rsatkich hisoblanadi. Ya'ni har ikkita bemorimizdan bittasi yana tosh hosil bo'lish xavfi ostida hisoblanadi. Shuning uchun profilaktika choralari bu davolashning ajralmas asosiy qismidir. Kelinglar bu choralarni ko'rib chiqadigan bo'lsak. Umumiy yondashuv yetarli emas, lekin eng muhim qismlardan bittasi. Yevropa hamda Amerika urologlar assotsiatsiyasi tomonidan tavsiya qilinadigan usul bu siylikning miqdorini ko'paytirish, ya'ni suyultirish. Sutkada 2-2,5 litrdan oshirish bu eng asosiy chora-tadbirlardan biri hisoblanadi. Shuni unutmaslik kerakki, suyuqlikning miqdori sutka davomida teng taqsimlangan bo'lishligi kerak. Hatto kechqurungi yotishdan oldin 250-300 ml miqdorda suyuqlik ichib yotish tavsiya qilinadi. Lekin bu narsa ba'zi bir bemorlarimizda nokturiyaga sabab bo'ladi. Og'ir holatlarda bu tavsiyalar beriladi. Keng yondashuv, parhez va ovqatlanish. Bu individual, ya'ni har bir bemorimizning metabolik holatidan kelib chiqqan holatda tavsiya qilinadi. Misol uchun aksalatli toshlarida faqatgina aksalatlarni cheklash yetarli bo'lmaydi. Misol uchun avvallari cheklangan noto'g'ri yondashuv bo'lgan, ya'ni kalsiyning miqdorini kamaytirish bo'lgan. Bu esa sil tosh kasalligini hosil bo'lishini ko'paytirib yuborgan. Sababi kalsiy agar yetarli miqdorda organizmga tushmaydigan bo'lsa, oshqozonchakka tushadigan aksalatlar ko'p miqdorda qonga so'riladi va siydik orqali ajralib tosh hosil bo'lishini oshiradi. Agar organizmga yetarli miqdorda, misol uchun 800-1200 mg sutkalik davomida ovqat bilan beriladigan bo'lsa, oshqozonchakda kalsiy bilan aksalat birikib, axlat bilan chiqib ketishini ta'minlanadi. Aksalatlar qonga so'rilishi kamayadi. Bu o'z-o'zidan aksalatli toshlarni oldini olish uchun xizmat qiladi. Purinli metabolizmi buzilgan bemorlarda esa purin mahsulotlarini cheklashdan tashqari buni metabolitlarni, ya'ni sidik kislotalarining miqdorini kamaytiruvchi dori-darmonlar ham tavsiya qilinadi. Keyingi yondashuv metabolik skrining, eng muhim, ammo ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan usul hisoblanadi. Bu sutkalik sidikni yig'ib laboratoriyaga biokimyoviy tarkibi tekshirish maqsadida topshiriladi. Bunda ko'riladigan narsalar oksalatlar, urat, sitrat, kalsiy, magniy, sidikning hajmi kabi parametrlar bo'yicha tekshiriladi. Bu kabi tekshiruvlar qayta tosh hosil bo'layotgan bemorlarimizda hamda yosh bemorlarimizda, ya'ni bolalarda, bundan tashqari buyrak ko'chirib o'tkazishi rejalashtirilayotgan bemorlarda tavsiya qilinadi. Sababi har bir toshni paydo bo'lishida ma'lum bir darajadagi biokimyoviy muvozanat buzilishi yotadi. Shu sababdan mutaxassislar bu tekshiruvni eng muhimlardan bittasi deb hisoblaydilar. Afsuski, ko'p klinikalarda bu tekshiruv o'tkazilmaydi. Bu esa o'z navbatida umumiy bo'lgan profilaktik choralarini tavsiya qilinishiga olib keladi. Keyingi yondashuv farmakologik profilaktika muhim, ammo faqat asosli holatlardagina buyurilishi kerak. Misol uchun, kalsiyli toshlarda tiazitlar hamda kaliy sitratlar qo'llaniladi. Bu turdagi toshlarimizda asosida giperkalsiuriya hamda gipositraturia yotadi. Shuning uchun tiazitlar berilganda sidik bilan kalsiy ajralishi kamayadi. Kaliy sitrat berilganda esa sidikda sitratlarning miqdori oshadi hamda pH ishqoriy tomonga yuradi. Urat tarkibli toshlarimizda allopurinol, febuksastat hamda sitrat dori vositalaridan qo'llanamiz. Lekin bu dori vositalarimizni qo'llashda albatta mutaxassis tavsiyasi bilan qo'llanilishi zarur. Sababi, misol uchun allopurinol qo'llanishdan oldin hozirgi tavsiyalarga ko'ra organizmda bu dori moddaga nisbatan sezgirligi mavjud gen bor yoki yo'qligini aniqlash kerak. Ya'ni genetik testdan o'tkazilishi kerak bo'ladi. Agar bu test manfiy bo'lsa, berishimiz mumkin bo'ladi. Agar bu testimiz musbat bo'ladigan bo'lsa, hayot uchun xavfli bo'lgan teri reaksiyalari rivojlanishi mumkin bo'ladi. Ayniqsa bu Osiyo mintaqasidagi aholi uchun shart deb hozirgi kunda qo'llanilyapti. Agar bu testimiz musbat bo'ladigan bo'lsa, buni o'rniga alternativ sifatida febuksastat preparati ishlatilishi mumkin bo'ladi. Lekin bu dorimizni qo'llashda ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Sababi yurak qon tomir
tomir tizimida muammosi bo'lgan bemorlarimizda bu dorimizni qo'llashimiz qat'iy kardiolog nazorati ostida yoki qo'llanilmaydi. Sababi yurak qon tomir sistemasiga bog'liq o'lim holatlarini ko'paytirish ehtimolligi mavjudligi isbotlangan bo'ladi. Agar alloprinolga genetik test musbat bo'ladigan bo'lsa, febuxostat preparat qo'llanilishi mumkin bo'ladi. Bu ham purin mahsulotlarini qonda kamaytiradi. Ya'ni bu alloprinolga o'xshab organizmda purin mahsulotlarini kamaytirishga yordam beradi. Lekin bu dorini qo'llashimizda ham albatta mutaxassis tavsiyasi kerak bo'ladi. Sababi yurak qon tomir sistemasidagi muammosi bor bemorlarimizda albatta nazorat qilinish kerak bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, yurak qon tomir kasalligi bilan og'rigan bemorlarimizda bu preparat qo'llanilishi og'ir asoratlarga olib kelishligi mumkin bo'ladi. Keyingi preparatimiz bu sitrat preparatlari. Bilamiz, urat toshlarida pH kislotali muhitda bo'ladi, ya'ni 5,5 atrofida va undan past holatda bo'ladi. Bunday bemorlarimizda 6,2-6,8 pH muhitida erishishlik bu toshlarimizni erishiga olib keladi. Sitratlarni qo'llashimiz bilan bu dori moddamiz siydigimizni muhitini ishqor tomonga yuritadi. Biz uchun optimal bo'lgan ishqoriy muhit, ya'ni 6,2-6,8 atrofida bo'ladigan bo'lsa, bunday muhitda urat toshlarimizning eruvchanligi oshadi. Sistinli toshlarimizda esa tiapranin yoki dipenitsilamin hamda sitratlar qo'llaniladi. Bilamizki, og'ir holatlardagi gipersistenuriyada bu kabi preparatlar qo'llanilishi mumkin bo'ladi. Faqat bu preparatlarimizda ham nojo'ya ta'sirlari juda ko'p bo'ladi. Albatta shifokor nazoratida qo'llanilishi kerak bo'ladi. Sistinli toshlarimizda tiapranin yoki dipenitsilamin hamda sitrat preparatlardan foydalaniladi. Bilamizki, sistinli toshlar bu gipersistenuriya bilan bog'liq bo'lgan genetik kasallikda kelib chiqadi. Agar gipersistenuriya juda yuqori bo'ladigan bo'lsa, dipenitsilamin yoki tiapranin preparatlarini ishlatishimiz mumkin. Faqat bu qat'iy shifokor nazorati ostida qo'llanilishi kerak. Sababi nojo'ya ta'sirlari ko'p. Sitrat preparatlari esa sistinli toshlarimizda pH'imizni 7 hamda 7,5 holatda ushlab turish uchun foydalaniladi. Bu pH muhitida sistinlarning eruvchanlik qobiliyati oshadi. Ya'ni tosh hosil bo'lmasdan turib, siydik bilan ajralib chiqib ketishini ta'minlash uchun yordam beradi. Steroid toshlar ko'pincha proteoz, klipsiya, pseudomonas kabi ureaza ishlab chiqaruvchi bakteriyalar hisobiga yuzaga keladi. Infeksiyaga bog'liq steroid toshlar maxsus yondashuv talab qiladi. Yevropa urologlar assotsiatsiyasi toshlarni to'liq olib tashlash va antibakterial davolash bu usulning asosiy yechimi deb hisoblaydi. Chunki toshning o'zi infeksiya uchun rezervuar bo'lib qoladi. Shuning uchun toshni olib tashlamasdan antibiotik bilan davolash to'liq effekt bermaslik ehtimoli yuqori. Ekspertlar tomonidan tavsiyasi, ya'ni toshni to'liq endoskopik usulda olib tashlash bo'lishi mumkin. Bu perkutan nefrolitotripsiya usuli orqali to'liq olib tashlash hamda bakpasiv o'tkazgan holatda, ya'ni bakteriyani antibiotikka sezuvchanligini aniqlagan holatda 2-3 hafta davomida antibakterial terapiya o'tkazish muhim hisoblanadi. Demak, profilaktika quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bularga yetarli miqdorda suyuqlik ichish hamda dieta, metabolik screening maxsus holatlarda bo'ladi, farmakologik davo, ya'ni dori-darmon bilan, infeksiyalarni nazorat qilish steroid toshlarida hamda davomiy kuzatib borish, ya'ni kamida yilda bir marta tekshiruvlarni o'tish bo'ladi. Bu tekshiruvlar bo'lishi mumkin ultratovush tekshiruvi yoki bo'lmasa kam dozali kompyuter tomografiya tekshiruvi. Bu holat toshni qayta hosil bo'ldimi yoki yo'qmi, yoki bo'lmasa hajmini haqida informatsiya beradi. Yana muhim tarafi shundaki, bitta bemorda bir necha omillar yig'indisi natijasida tosh hosil bo'lishligi mumkin. Misol uchun, bitta bemorimizning o'zida ham semizlik, ham qandli diabet kasalligi, ham gipersitratoriya kabi omillar yig'indisi natijasida bu kasallik yuzaga kelayotgan bo'lishligi mumkin. Va bularni aniqlamasdan siydik tosh kasalligini o'zigagina davo choralarini o'tkazish vaqtincha foyda beradi yoki umuman foyda bermasligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun sizda siydik tosh kasalligi qiynayotgan bo'lsa, albatta mutaxassis ko'rigiga borishingizni tavsiya qilaman. Har bir toshli bemorda tizimli yondashuv kerak bo'ladi. Metabolik screening, endokrinologik, infeksion, oshqozon ichak muammolari bo'yicha. Bunday holatda bemorimizga to'liq to'g'ri yordam berish imkoniyatimizga ega bo'lamiz. Va bular og'ir buyrak kasalliklari kelib chiqishini oldini oladi. Buyragingizni asrang, salomat bo'ling.